Bolalarning psixologiyasiga nima qattiq ta'sir qiladi? Hammamizda bo'lgan bo'lsa kerak, taqqoslash. Farzandni taqqoslash juda ko'p oilada bo'ladi. Taqqoslash shuki, farzandingiz sal kattaroq bo'lyapti, aytasiz. Qo'shnimning o'g'lini qara, Anvarjonning o'g'lini qara, Anvar o'g'lini qara, zo'ru qirqini beshlanib kelyapti. Nima yesa olmayapsan? Vot, o'z taqqoslash boshlayapti. Balani psixologiyasiga o'z ta'sir qilishni boshlayapsiz. Qo'shnimiz qizini qara, zo'ru qirqin, xulqini qara, zo'rligini, sani qara. Siz o'zingiz farzandingiz haqida gapiryapsiz. O'zingiz farzandingiz haqida gapirayotganingiz o'zingiz chust qilmayapsiz hali. Siz uni psixologiyasiga yerga urib tashlayapsiz. Unda o'zi nafrat paydo bo'ladi. Birinchi ochratdan qo'shniga, ikkinchi sizga. Mana dadam vahsh ko'rmas ekan degan narsadan. Chunki siz o'zingizni farzandingiz o'zingiz o'z qo'lingiz bilan o'z so'zingiz bilan yerga uryapsiz. Nabrot ko'tarish o'rniga. Hammaning ilmi, aqli har xil bo'ladi. Kimdir zo'r yodlashga zo'r, kimdir matematikaga zo'r, kimdir boshqasiga zo'r. Sizniki boshqa tarafga qarab yo'nalgan. O'shaning uchun hayotda farzandingizni hech ham taqqoslamang. Bo'yi, qaddi qomati, yurishi, xulqi, boshqa narsa hech narsani taqqoslamang. Hayotda farzandingiz bir dona u. Uyda 10 ta farzandingiz bo'lsa, 10 xil farzand dunyoda ular faqat bittadan xolos. Ular sizning farzandingiz. Boshqa joyda ularning analoglari yo'q odammi? O'sha farzandingizni siz zo'r qilmoqchimisiz, olim qilmoqchimisiz? Faqat shu farzandingizni maqtang. Farzandingizdan bir narsa kutmoqchimisiz? Farzandingizni maqtang. Hech qayerga taqqoslamang. Kechagi kuni bilan bugungi kuni taqqoslang. Men sen bilan faxrlanaman qizim. Men sen bilan faxrlanaman o'g'lim. Xudo xolasa katta odamlar bo'lasan. Yaxshi o'qigan, sen yaxshi odam bo'lasan sen. Olib kelgan taqdirda ham taqqoslamang. O'g'lim, mana joyda xato qilibsiz-da. Mana joyini monday qilib to'g'rilasak, ertaga Xudo xolasa o'zgaradi. Bering, energiya bering o'g'lingizga, qizingizga, farzandingizga. U 16 yosh bilan, 2 yosh bilan, 5 yosh bilan farqi yo'q. Sizni oldingizga kelsa farzandlaringiz energiya olishni o'rgansin. Sizdan energiya olsin ular. Siz ularga energiya bering. Siz ishlaysizmi, ishlamaysizmi, ularga farqi yo'q. Ularga energiya bering siz. Hamisha vaqt ajrating. Vaqt ajrata olmasangiz, ayol kishi uyda qolib farzandlarni zanimatsiya qilsin. Erkak kishini topgani sabr qilsangiz hammaga yetadi. Chunki erkak kishini topgani 1 so'm puli ayol kishini 10 so'm pulini ustini bosadi deydi. U narsa bor. U bizning dinimizda bor. Shuning uchun topganga shukr qilsangiz 10 barobar o'rnini bosadi. Farzandlaringizga yaxshi qarang. Yaxshilab do'q bering ularga. Kelajakda ular o'zini o'rnini topayotgan odam bo'ladi. Ular bir odamdan qo'rqib yashamaydi keyin. Kimdirga lagan bardorlik qilmaydi keyin. Hamma narsa sizga bog'liq opa, sizga. Siz qizingizni, o'g'lingizni yaxshi tarbiya qiling. Ertaga uni hosilini yaxshi olasiz. Bir daraxt ekdingizmi, unga erta-kech parvarish qilsangiz, o'sib ketgan baglarini, o'sib ketgan lishni shoxlarini kesib tursangiz, u sizga juda ham ko'p meva beradi. Bu degani hosilni zo'r beradi. Farzandlaringiz ham yaxshi sizga hosil beradi. Yaxshi ertaga barakali farzand qizlar bo'lib chiqadi. Shunaqasidan harakatingizni qilavering. Farzandi katta kichigi yo'q. Farzand tug'ilgandan harakat qiling. Tarbiyani berishga. O'shanda siz oldinga chiqasiz. O'shanda siz maqsadlaringizga yetib borasiz. Sog' bo'ling.